ketmasangiz bo'lardi-da. Endi ko'ryapsan, bor kelmasam bo'lmaydi. Sog'inamiz sizni. Yaxshi borib keling. Mayli. O'zlaringni ehtiyot qil. Allohga omonat. Xo'p, yaxshi boring. Yaxshi boring. Mayli. Jo'natib oldik, yelkamga shamol tegadigan bo'ldi. Ma'qul bo'ldi. Endi hamma joyga boramiz. Xohlasam nima qilasan, so'rab o'tirib shuni maza qilib. Ketganman. Necha kundan beri bordim degan restoranga boraylik. Bo'ldi, ketdik. Baba, qidirib yo'qolasiz. Zo'r kerak, qo'chinglarga. Biz o'zimizni kelib kelganmiz kerak. Bugun borgan kinoyimizdan zo'r kino ekan. Ancha bo'pti bormagandik. O'sha kinolarga borib turish kerak. Mazgurdan chiqib shirinlikka boradigan bo'lsak, jahliga qat'iy boramiz. Nima bo'ldi kino? Qancha bo'lyapsizmi? Qancha o'zini xafa qilmaydi. Sog'inmasizlar. Boringiz kelyapti. Shuni o'yladim. Sizga zo'r yangilikim bor. Rost. Qanaqa qilib? Hozir hammasi juda ham oson. T-Bank Black debit kartasini avgustning oxirigacha havola orqali rasmiylashtirasiz va istalgan xarid uchun to'lov qilasiz. Buning uchun kafolatlangan promokod olib, aviachiptalar uchun 500 rubl chegirma yutib olasiz. Undan so'ng T-Bank ilovasi yoki T-sayohatlar sayti orqali istalgan aviachiptangizni xarid qilasiz va 10 ming rubl yutib olishni avtomatik qo'lga kiritasiz. G'olib 10 nafar bo'ladi. Ulardan har biri 10 ming rubl yutug'ini oladi. Shunday ekan, yutib olish imkoniyatingiz juda ham yuqori. T-Bank bu Tinkoff bankining yangi nomi. Unga Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va yuzlab fuqarolar ishonchi bildirilgan. Bu kartalar orqali ular shunchaki telefon raqam orqali yaqinlariga komissiyasiz pul o'tkazib berishlari mumkin. T-Bank va T-sayohatlar orqali ular o'z chiptalarini eng arzon va tezkor reyslarni topish mumkin. Chiptalar esa bank ilovasi orqali doim yoningizda bo'ladi. Oyiga jami 5 million rublgacha pul o'tkazishingiz mumkin. Ha aytgancha, bank ilovasi qirg'iz, o'zbek va tojik tillarida ishlaydi. Siz bank ilovasidan o'z tilingizda foydalanishingiz mumkin. Xullas, shunaqa gaplar. Shoshiling. Nima ilova deding? T-Bank opa, yuklab olsangiz bo'ladi. Lekin sizga bilet olib olganman. Rostdan. 10 ming rubl yutib olsangiz, u pul meniki. Tushundingiz? Yo'q, yarimini ber. Hamma. Maftur. Qo'ydi. Tur. Amir, ketdik. Men chamadonlarni chiqib qara kelib qopdi. Voy, opa, hali bor. Kech qoldi. Pul tez. Hoy, men yaxshi borib xabar berib qo'ying, ha. Bab pochamiz tura olmadingiz, gapirma. Xo'pda. Voy. Yaxshi bo'ldi. Kuzatib oldim. Qaytgancha aviachiptalarga chegirma olish hamda 10 ming rubl yutib olishni xohlasangiz, quyidagi havolaga o'ting. T-Bank Black debit kartasini yuklab oling va rasmiylashtiring. Hammaga omad. Qani?